Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videomizda mana shu botni nazor qilib o'tamiz. Qani ketdik. Bu botda nimalar qilsa bo'ladi? Sizlar Instagram uchun prosmotr, obunachi, yana balo battarlarni qilsanglar bo'ladi. Almaz to'plash qanaqa bo'ladi? Mana shunaqa vazifalarni bajarib turib almazni to'plab, xohlasanglar Instagram uchun, xohlasanglar mana bu almazni tangaga almashtirib, tangani bosish orqali auksionga qo'yib, auksionda mana shunaqa narsalarni o'tib olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar $100, xohlasanglar quloqchin, o'shanaqa narsalarni o'tib olsanglar bo'ladi. Tak okalar, yana bitta narsani aytib o'taman. Mani silkamdan o'tgan odamlarga 100 ta almaz beriladi. Shuni aytib qo'y, 100 ta almazga nima qilsa bo'ladi? Hozir ko'rsatib o'taman. 100 ta almazga tak 10 tadan bo'lib 5000 ta prosmotr urdirib olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar tangaga almashtiringlar, xohlasanglar auksionga tikinglar, o'zingizlar bilasizlar uni. Tak bu botni qanaqa topamiz desanglar, mana shu videoni pastida Telegram lichkamga yozib ketaman. Tagi kuchukcha Livan 0800 deb yozib ketaman deb, ana shunga yozasizlar. Tanga desanglar, men o'zim tushunaman. Siray sizlarga mana shu botni silkasini tashlab beraman. Hammangizga omad. Mani kanalimga obuna bo'lib, like bosib keting.